Hammaga xayrli oqshom o'rtoqlar. Sizlar bilan yana men Asal Leyla 23 kanalidamiz. Tak o'rtoqlar, orada ancha video qo'ya olmay qoldim. Sababi, birinchi sababi mazam yo'q edi. Ikkinchi sababi minus katta bo'lib ketdi. Shuning uchun kecha partnyorkadan yechgan pulim majbur tiqdim hammasini. Nisbatan hammasini demayman, nisbatan 20 почти 30 million edi. Bu o'yna bazini yutqizdim. Mana bu Strike Coins'da oxiri video olishga qaror qildim. Xo'p, короче, risk qilaman qanchadan? 555 ming. Shunaqa qilib tikaman o'rtoqlar. Chunki minus qoplamasa bo'lmaydi, to'g'risi. Shunaqa minusim ko'payib ketdi. Iloji boricha balansni ko'tarib, to'g'risi minuslarni qoplash kerak do'stlar. Va albatta Betwinner kontorasida o'ynaganman. Esinglarda bo'lsin, bu kontorani yangi обновление bo'lgan versiyasi xarosh yorilib berdi, zo'r. Yangi обновление bo'lgan versiyasi mana Telegram kanalimda bor. Ro'yxatdan o'tayotganingizda promokod degan joyga Leyla 23 promokodini yozib ro'yxatdan o'tsanglar, birinchi depozitingizdan $500 dan $1800 bo'lgan bonus taqdim etiladi do'stlar. Shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Mayda summada o'ynashinglarni maslahat bermayman. Chunki mayda o'ynasanglar ham beradi, kattada o'ynasanglar ham beradi. Lesh bir katta bilan jackpot turib chiqib ketganga yetmaydi. Shotga bitta major bo'lganda bor, yorardi 83 milliondan. Davay. Bitta major tushib please. Ancha minuslarim qoplanadi. Почти 60 million minusdaman. Davay. Tush 3 ta linaga tushsa qiyin bor. Yomon emas, 31 million berdi. Yomon emas. Zo'r chiqamiz, короче. Bir marta yorilib berdimi, o'ynashi vashshi keragi yo'q. Xo'p, kristal o'ynab ko'ramizmi? Tak 555 mingdan. Kristalni ham shunaqa tikamiz. Yaxshi qizillar ham ishladi. Yomon emas, 5 koeffitsient. Cho'tda yaxshi beryapti. 3.666.000. Cho'tda yaxshi beryapti. Betwinner o'zi mujik kontora o'rtoqlar, mujik o'yin deyman. 3 koeffitsient yomon emas. Betwinnerda o'zi men juda ham yaxshi ko'rib o'ynayman. Sizlar ham bosinglar soqqani. Nimagaki oyi bosh bo'lganligi uchun kontoralar yaxshi beradi. Bu bir, ikkinchidan o'sha 2x qilamiz. Ikkinchidan anchadan beri o'ynalmayotgan kontoralarda, misol uchun Betwinner bonus bersanglar, olsanglar bonusi ham juda tez o'tkazib beradi. Voy, bitta summani ko'targanimda borib mana o'tkazib qo'ydi bu 6 million pulimni. Va shu narsaga e'tiborli bo'linglar do'stlar. Mayda bilan o'ynashinglarni umuman maslahat bermayman. Odam mayda summada azartda prosta tak yonadi. Bito mayda depozit qilasizlar. Undan ko'ra lish bitta katta summa bilan depozit qilib jackpot turib chiqib ketganingizga yetmaydi. Tak, davay endi bitta yaxshiroq koeffitsiyentdan bergan. Qanchadan 1.888.888. Shunaqa summalarni o'zi tikishni men yaxshi ko'raman. Davay bitta kattaroq ber, bizning pulimizni qaytar deydi-yu. Lekin yaxshigina ko'targan joyimda rasvo qilib qo'ydim o'zimni azartimni deb. Chunki yaxshi beryapti-yu, yaxshi yana dalshi beradi deb o'ylovdim-da. Itorqam ketilida 5-3 koeffitsiyentlarni berib tashlagandan keyin ish chiqib ketaverish kerak ekan-u. Ozgina nafsim buzuqlik deydi-yu, shunaqa bo'lib qoldi. Короче, 2x qilaman. Nima bo'lsa bo'ladi. Короче, balans ko'tarishga harakat qilamiz. Nasib bugun minus bo'lmaymiz. Ko'nglim sezyapti. Ko'tarib olaman nasib. Ana ko'rdinglar-yu, aytdim-ku, ko'nglim sezdi. Yaxshi, dalshi to'xtamasdan ishlayversa zo'r bo'lardi. Mana pulimiz plus bilan qaytib chiqdi zato. Shuning uchun bezagon o'ynashni maslahat bermayman do'stlar. Bakka hozircha ko'z tegmasin, yaxshigina plusdamiz. Tak, qancha dan tiksak bo'ladi? 333
so'm. Go. Vampirga ham ishonaman, nasib beradi degan umiddaman. 2xdan keyin ko'taramiz. Ya'ni misol 650 mingdan yuqori summa bersa, keyin balans ko'taramiz. Tak, yaxshi. Endi ko'taramiz. 733 ming riskimizga yarasha bo'lishi kerak. Davay. Shu summadan bizga, agar shu summadan menga resmen tushib bersa boru, ishoninglar yorib chiqib ketaman. Agar shu summadan resmenchani choqillatib tashlab bersa. Resmen bermadi, lekin 3% vashshe kam berdi. Oy. Tushirmoqchi edim, qanaqadir risk bo'lsin dedim, lekin do'stlar, mana senga o'sha gap. Qarochi bo'ladi. Zo'r. Qancha depozit? 28 million, 80 millionga ish ko'taribman. Ko'rib turibsizlar, qiynalmagan holatda do'stlar. Betwinerda soqqani bosish kerak. Qarochi, fruit kokteyl o'ynab ko'ramiz. Fruit kokteylda bir yorib chiqib ketaylik buni ham. Qanchadan 2x ga ishlaydi baribir. 888 ming, 888 ming. Shunaqa summalar bilan o'ynaganinglarni maslahat beraman. Bo'ldi, yetadi. Orqama ketdim. 1-2 koeffitsiyentga keyin 5 berib yubordi. Tak, Western slot. 100 qilaylik, nasib qilamiz. 100 nasib qilamiz. Oldin niyat, keyin o'yin maqsad deydi. Mana 10 million. Oldin maqsad, keyin niyat, o'yin, qarochi shunaqa. 99 million. Wow. Qani 21. 100 qilaylik shuni do'stlar, yetadi menga. Tak, 99 million 629 ming bo'lsa, 629 ming 400 ming tikiylikchi. 400 mingni 800 ming. Voy, joning chiqsin. Nima shunaqa bu? Nima shunaqa? Nima shunaqa sansan? Nima sansan? Yana bizga mag'lubiyat yo'q. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Bomba. Tak, o'rtoqlar, eslatib o'taman, sizlar bilan Layla 23 prognoz aviator prognoz kanalida, ya'ni man Asal. Bugun Betwiner prosta qonatdim. Gap bo'lishi mumkin emas. Minusim qoplandi. Minusim qoplangandan tashqari gdetda qancha desam 20-25 million plyusdaman. Почти 56-57 million minus deydim. Tak, do'stlar, sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar deb qolaman. Albatta katta depozit bilan katta chekpotda urishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Bizning promokod Layla 23 promokodi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.